Hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Sürgündü Hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Organ jurnalının baş muharriri Yiğit Seviner, baş ministerimiz Salih Xudayar Efendi bilan Sharq Turkiston tarixi, Xitoyning irqiy qirg'inchilik va irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun har kimning qila oladigan ish to'g'risida suhbat olib bordi. Va bu suhbatning tafsilotini 10 may kuni Medium gazeti tor betida e'lon qildi. Organ jurnalidami e'lon qilindi. Tövəndə nəşr qılınğаны bo'yicha diqqətinizə sunumuz. Sharq Turkiston Sürgündü hökumətinin baş ministeri Salih Xudayar bilan har kimning Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish uchun nimalarni qila oladiganligi to'g'risida. Har kimning qila oladigan birinchi ishi Sharq Turkistonda nimalarning yuz berayotganligini bilish. Atrofidagi oilasi, qo'shnilari yoki xizmatdoshlari va har kimga xabar qilish. Andan mayli shahar kengashlarida amaldorlar bo'lsin. Qurultay parlament a'zolari bo'lsin, hatto prezident bo'lsin, saylangan amaldorlarni keskin harakat qo'llanishga da'vat qilish. Mayli telefon bo'lsin, setib olgan Xitoyda ishlab chiqarilgan har qanday narsalarimizning eng oxirida Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizishiga hassa qo'shadiganligini farq etishimiz lozim. $1 10 sent bo'lsa foydani Xitoy hukumati oladi. Hatto 1 sent foyda bo'lsa irqiy qirg'inchilik hokimiyatiga $0.1 yordami bo'lgan hisoblanadi. Sharq Turkiston Sürgündü hökumətinin baş ministeri Salih Xudayarni ziyorat qilishdan mamnun bo'ldim. U Washingtonda yashaydigan Sharq Turkistonlik Uyg'ur siyosiy musofir. Baş minister Salih Xudayarning 100 nafardan ortiq tuqqanlari Sharq Turkistondagi Xitoyning jazo lagerlariga elib ketilgan. 4 nafari hayotidan ayrilgan. Ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun ko'p rahmat Salih. Suhbatimizni boshlashdan burun o'qirmanlarimizga qanday cho'ng bo'lganligingiz va bolaligingiz haqida so'zlab beramsiz. Xitoy hukumatı Sharq Turkistonni ishg'ol qilib 43 yildan keyin men Xitoy Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb atalgan Sharq Turkistondagi bir tijoratchi oilada dunyoga keldim. Men 4 yoshga kelguncha bolaliqim nihoyat yaxshi o'tdi. Men tunji qatim Xitoy davlatining ta'sirini his qilgan chog'imda Xitoy davlatining rayimsizligini ko'rayotgan edim. U 1997 yil fevraldagi G'ulji voqeasidan keyin edi. Minglagan Uyg'ur namoyishchilarining Xitoy hukumatining xalqimizni bostirishiga qarshi turib Vatanning mustaqilligini talab qilib o'tkazgan tinish namoyishi vahshiylarcha bostirildi. Xitoylar davlat miqyosida atalmish etnik millatchi va atalmish bo'lguncha deb qaragan barliq Uyg'urlarni nishon qilgan qattiq zarba berish harakatini boshlatdi. Xitoyning zarbasiga uchragan xalqning biri mening tog'am edi. Biri uning siyosiy kitob o'qiganligini doklad qilgan ekan. Ular yarim kechada cho'ng dadamning uyi bo'lgan uyimizga besib kirib, bu kitobni tepib, tog'amning jinoyatini iqror qildirmoqchi bo'ldi. Men o vaqtda uydagi eng kichik bola edim. Ular menimi o'z ichiga olgan barliq oila a'zolarining beshiga tapanchani tanglab turib, tog'amning jinoyatini e'tirof qilmasa, hammamizni etib yetadiganligini aytib tahdid qildi. Bu mening Xitoy davlatining ta'siriga tunji qatim uchrashim. Bu to'limi azobli bir aslama edi. Men bolalik vaqtimda harbiy ofitser, general bo'lishni orzu qilib, bir kuni xalqimni ozod qilishni ko'nglimga pukdim. İntayin kichik vaqtimda 1995 yili siyosiy faoliyati sababidan Sharq Turkistondan qochib ketgan dadam bilan 2000 yili 6 oyda Amerikaga kelgandan keyin ondan ko'rishadim. Biz Amerikaga siyosiy musofir bo'lib kelgan edik. Dadam bizga Sharq Turkiston tariximiz ishg'ol qilingan millat ekanligimizni o'rgatgan tunji kishidir. U bizni aerodromdan uyga olib kiribla, "Men sizning kimligingizni, nerdan kelganligingizni unutib qolsin" deb u yerga olib kelmadim. Men sizni bu yerga texmi yaxshi tarbiyalanib, erkin davlat va hur xalqning qo'yniga qaytishda mening qilolmagan ishlarimni qilishingiz uchun elib keldim, dedi. Sharq Turkistonga va bizning ahvolimizga bo'lgan qiziqishim, mahkam bog'lanishimning sababi mana shu. Buning uchun rahmat. Undaqda Sharq Turkiston Sürgündü hökumatining bosh ministeri vazifasiga sizni elib kelgan zodi nima? Bu qanday bir jarayon? Bu rahbarlik o'rniga qanday chiqdingiz? Men harbiy xizmat qilishni orzu qilardim. Shunga zapas ofitserlarni tarbiyalash birligiga qatnashdim. Oklahoma davlatlik mudofaa atritining a'zosi bo'ldim. Alayzal taxminan 2 yildan keyin men böbrek kasaliga giribdor bo'ldim. Mening harbiy hayotim shu yerda mush sababdan oxirlashdi. Men siyosiy fanlar va xalqaro tadqiqotlarda o'qidim. 2017 yili siyosiy tashkilotlarimizning hech qaysisining Sharq Turkistondagi masalani hal qilish uchun unumli ish qilmayotganligini his qildim. Shuning bilan men Uyg'ur siyosiy qonunining ma'qullanishi, Sharq Turkistonning Tibetga o'xshash besilgan davlat ekanligini, biz duch kelgan vahshiyliklarni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildirishga lobbichilik qilish uchun Washingtonga ko'chib keldim.
2018 yılı 6. ayda biz Şarkı Türkistan Milliy Uyg'unish hareketini resmi başlattık. Bu bizning yer shari diasporasida bo'libmi, yosh Uyg'urlar va boshqa Sharqi Turkistonliklarning yer sharidagi uyg'unish harakati hisoblanadi. Uzoq o'tmay bizning tirishchanligimizning natijasida Amerika parlamenti Uyg'ur siyosati qonunini o'ttirg'a qo'yishga qoyil bo'ldi. Uningdan boshqa biz faqat Amerikada emas, dunyoning boshqa joylaridami Sharqi Turkistonni tanitishni kuchaytirdik. Bu mening dunyoning har qaysi joylaridagi diasporasimizda tanilishimga sababchi bo'ldi. 2019 yılı yazda Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti 8. növbetlik umumiy yig'indan ilgari parlament saylimini e'lon qildi. Nurg'ulg'an Uyg'urlar mendan memnun edi va meni nomzodlikqa ko'rsatdi. Hatto Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti biz bilan hamkorlashishingizni umid qilamiz. Qilayotgan alayda ishlaringizni ko'ryapmiz. Biz o'tgan 10 yilda qilib bo'lmagan ishlarni siz vujudga chiqardingiz dedi. Ondan keyin men Washington va Amerikadagi diaspora jamiyatiga vakolatan parlament a'zoligiga nomzod ko'rsatildim. Bizning surgunda hukumatimiz qo'shnimiz Tibetnikiga o'xshash parlament sistemasini asos qilgan hukumat. Tibet surgunda hukumati har 4 yilda bir qatim davlat majlisiga vakillik qiladigan vakillarni yoki parlament a'zolarini saylab chiqadigan yerlik diasporadir. Sharq Turkiston surgunda hukumatimizning 2019 yili noyabrdagi umumiy majlisida men va boshqa 2 nafar kishi bosh ministerlik nomzodligiga ko'rsatildik. Men eng ko'p biletga erishdim va Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri bo'lib saylandim. Orqa ko'rinishdan to'liq xabari bo'lmagan o'qirmanlarimiz uchun shuni tushuntirgan bo'lsangiz, Sharq Turkiston va Uyg'urlar davomli Xitoyning bir tarkibiy qismi edi. Qanday qilib o'zgardi? Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan ishg'ol qilinishining tarixiy orqa ko'rinishi zodi qanday edi? Tarixiy jihatdan Sharq Turkiston xalqi uzun yillik mustaqillik tarixiga ega. Şinjan ismi tunji bo'lib 1884 yili Manjuchan xonadonligi Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin mustamlika va yangi territoriya ma'nosida keladigan Şinjan degan nomni ilova qilishi bilan kelib chiqqan. 20-asrning boshlari 1920-yillarda dunyo miqyosidagi milliy harakatlarning bir parchasi sifatida bizning xalqimiz mustaqilligini asliga keltirish uchun kurash qildi. 1933 yilgacha bo'lgan aralıqda biz Sharq Turkistonning mustaqilligini qayta jakarlay olmadik. Ammo ta'limimizga qarshi Sovetning aralashishi va Xitoyning keyingi ishg'olidan keyin bizning 1933 yili asliga kelgan jumhuriyatimiz 6 oydan keyin ag'dirildi. Sovet ittifoqi bilan moslashgan bir Xitoy urushxo'r sargardisi Sharq Turkistonni 10 yil boshqardi. Faqat 1942 yili bu urushxo'r Xitoy sargardisi Shang Shisay Hitler Sovet ittifoqini ishg'ol qilgandan keyin tarafini o'zgartirib, Xitoy Jumhuriyati millatchi Xitoylar bilan ittifoqlashdi va Sharq Turkistonni mustamlika qilishga boshladi. Bu vaqtda Sovet bizning ozodlik harakatimizni qo'lladi. 1944 yili 12 noyabrda biz yana bir qatim mustaqilligimizni jakaladik. Toki 1949 yili 22 dekabrga qadar Sharq Turkiston mustaqil holda mavjud bo'ldi. 1949 yili avgustda bizning hukumat rahbarlari, prezidentimiz, davlat mudofaa ministerimiz, bosh sekretarimiz va ularning xizmatchilari Moskvada chaqirilgan yig'inga taklif qilindi. Bir necha kun o'tgandan keyingi anglatgan rivoyatga qaraganda aeroplan qazosiga uchraganmiz. Yaqinda maxfiylikka amaldan qoldirilgan oshkorlangan Markaziy axborot idorasining 1940 va 1950 yillarga oid bir soqchi hujjatiga qaraganda Xitoy kommunistlari va Sovet ittifoqi Sharq Turkiston Jumhuriyatining 30 dan ortiq yuqori darajalik amaldorlarini suiqasd bilan o'ldirgan. Mao Xitoy Xalq Jumhuriyatining qurilganligini e'lon qildi. Sovet Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistonni ishg'ol qilishiga yordam qildi. Ular Sharq Turkiston mustaqil bo'lsa, Hindiston bilan chegaradosh ekanligimizni nazarga olganda, Angliya va Amerikaning oraga kirib, ham Sovet ittifoqiga qarata chekinishdan, ham Xitoy Xalq Jumhuriyatini yangidan shakllantirishdan qo'rqdi. Yaqinqi bir necha hafta ichida Uyg'ur xalqiga qaratilgan irqiy qirg'inchilik va sistemlik vahshiyliklarning yuz berayotganligi to'g'risida yangi isbotlar o'tirg'a qo'yilganligi uchun biz bu suhbatni elib beryapmiz. O'qirmanlarimizga Xitoy Kompartiyasining hozir nima uchun Uyg'ur xalqini bostirayotganligini tushuntirib bera olamsiz? Ha, bu yangi emas. Bu ularning mustamlika va ishg'oliyat harakatining bir qismi. Xitoy hukumati mohiyatda oxirgi hal qilish chorasini izlayotidi. Ular bo'lginchilik va terrorlikqa qarshi kurash qilayotganligini aytib, bu vahshiyliklarni qilayotidi. Bu ularning bahonasi. Fakat shuki, Sharq Turkiston Xitoylarning territoriyasi emas. Uyg'ur,
Қазақ və başqa xalqlar Xitay bo'lmaganligi uchun ular Xitay hökumətining nazarida Xitay uchun bexatarlik xavfi deb ko'rinadi. Xitay hökumətining davlat müdafiə nishonining biri Sharq Turkistonning yangidan o'tirg'a chiqishi va mustaqilligining oldini olish. Asosiy masala shuki, tuproq va uning boyliqlarini kontrol qilish. Davlatimiz va xalqimizning mustaqilligimizni asliga keltirmasligimizdan xotirjam bo'lish. Xitoyda bu irqiy qirg'inchilikqa qarshi turgan xalq bormi? Yoki ular buni farqlantirolmaydigan darajada bostirildimi yoki mengisi yuyilib ketdimi? Yoki siz Xitoy xalqidan hech qanday yordam olmadingizmi? Ikkili ahvoldan bir oz mavjud. Nurg'ulg'an Xitoy xalqining mengisi Xitoyning Uyg'urlarni yovvoyi shayton, vahshiylar, 11 sentabr vaqasidan keyin kiydirgan qalpoqi terrorchi deb tasvirlagan tashviqotining soyasida yuyilib ketgan. Avayizning muxbiri bir necha yil ilgari Sharq Turkistonga bordi va poyezdda do'qurishib qolgan Xitoylardan Uyg'urlar haqida nimalarni o'ylaydiganligini so'raganda, Xitoylar Uyg'urlarning o'lishga loyiq terrorchi ekanligini aytgan. Bu Xitoy xalqining mutlaq ko'p qismining eڭida mavjud xato qarash. Ularning ko'pinchisi azaldan Sharq Turkistonga berib boqmagan. Ular Uyg'urlarni bilmaydi. Shunga ular Xitoy hukumati nima desa, moyatda shuning to'g'riligiga asosan ishonadi. Bu faoliyat boshlanishdan burun 2007-yili bir Xitoy olimi "Mening G'arbiy Xitoy davlatim, sening Sharq Turkistoning" degan temada bir kitob yozgan bo'lib, Xitoy hurlik sarxillari va akademiklarga so'zlaydi. Kitobning bir bo'limida mundaq qurlar bor. Men ba'zi sarxillarni o'z ichiga olgan ba'zi Xitoy ziyolilaridan texmo hayron qolaman. Har qanday bir normal ahvolda ochiq fikrlik, aqlga uyg'un islohotni qo'llaydigandek qiladi. Sharq Turkiston temasiga kelganda og'azlardan o'ldirish degan so'z shunchalik qulay chiqadi. Xitoyning egalik huquqi ostida Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizilib, millionlagan Uyg'ur o'ldirilsa, ularning jim sukutda turadiganligining mumkinligini his qilaman. Xitoy amaldorlari buning butunlay yolg'onligini o'ttirg'a qo'ydi. Undaqda o'qirmanlarimizning diqqatiga shuni sunsak, Xitoylarning irqiy qirg'inchilik qilayotganligiga doir qanday faktlar bor? Xitoy hukumatining Uyg'urlarni o'ldirayotganligiga doir Xitoy soqchi hujjatlari mavjud isbotlardir. Ular Uyg'urlarning organlarini majburiy yig'ib oladi, insonlarimizni qisirlashtiryotidi. O'z hukumatining so'ziga qaraganda 3,7 million insonning tug'ilishini cheklagan. Ularning tili bo'yicha aytganda qonunning sirtida tug'ilishning oldini olgan. Shunga Uyg'ur bo'lib tug'ilishning o'zila qonunsiz. Jismoniy jihatda buzg'unchilikqa uchratish yuz bermoqda. Har yili taxminan 25 mingdan 35 ming nafargacha bo'lgan Uyg'ur a'zolari uchun o'ldirilmoqda. Bu yerda yuz berayotgan dalillar Xitoy Kompartiyasining sekretari Shi Jinpingga o'xshash Xitoy hukumat rahbarlari yava o't-cho'plarni ximiyalik dori purkib yo'qotganga o'xshash bizni yo'qotish kerakligini aytdi. Ular bizga qarata mana mushundoq atalg'ularni qo'llandi. Hukumat 2018-yili Sharq Turkistonda 12 bilan 65 yosh orasidagi Xitoy bo'lmagan insonlarning DNA o'rnaklari, ovoz izini yig'ib, ko'rish to'r pardasini inchikladi. Aerodromlarda faqat organlarni ko'chirish uchun deb yozilgan jasad ko'ydirish o'rinlari va alayda tar yo'llarni ko'rgili bo'ladi. Bu millionlagan Uyg'urlarning jazo lagerlarida yo'qolib ketganligining dalili. Xitoy kontrolligidagi barliq joylarga solishtirganda Sharq Turkiston o'pka tuberkulyoz kasalining paydo bo'lish nisbati eng og'ir joy. Men bularning tasodifilik emasligiga ishonaman. Bu ularning irqiy qirg'inchilikni ilg'or texnika orqali olib berayotganligini va bu qilmishini yushirish iqtidorini ko'rsatadi. Har qanday odam Google yer shari yoki Google xaritasiga kirib, Sharq Turkistondagi 1000dan ortiq jazo lagerlari va turmalarni ko'ra oladi. 1949-yili Uyg'ur va boshqa turk xalqlari Sharq Turkiston nufusining 90%dan ko'pragini tashkil qiladi. Xitoylar 5%ga yetmaydi. 1949-yili 12-oyda aran 179 ming nafar Xitoy bor bo'lib, ular Xitoy Xalq ozodlik armiyasining askarlari, Milliy inqilobiy armiyaning qoldiqlari, Sharq Turkistonni o'tkazilish va boshqarishga avatgan Xitoy amaldorlari edi. 2021-yili yoki 2022-yilga kelganda Xitoyning nufusi Sharq Turkiston nufusining 40%dan yuqori. Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining nufusi taxminan 55%ni egalladi. Xitoy amaldorlari bu lagerlarning kasbiy qayta tarbiyalash maktablari ekanligini, xizmat qilish uchun mahorat o'rgatayotganligini aytdi. Buningga qanday javob berasiz? Uning kasbiy maktab bo'lmasdan texmo qabiy joy ekanligini qanday bilasiz? Yo'q. U bir kasbiy tarbiyalash maktabi emas. U bir yig'ilish lageri. Bu kishilarning ko'pinchisi allaqachon tarbiya olgan insonlar. Ularning ko'pinchisi san'atkor, ba'zilari advokat,
Bəziləri fəlsəfə doktori, bəziləri professor. Hər soya kişilərdən var. Bəziləri boy milliarderlər. Ular qaysı türdəki kəsbi tərbiyələşkə ehtiyaclıq bolsun? Yaqında aşkarlanğan Şinjan сақчы arxiviga qaraydigan bolsanız, 14 yaşdan 73 yaşgacha bo'lgan kishilar har qanday bahona sabab bilan lagerlarga elib ketilgan. O'g'li tamaki chekmagan yoki aroq ichmaganlikdan bir ayol lagerga qamalgan. Chunki u ayol o'g'lini atalmish oshqin qilib yetishtirgan bo'lishi mumkinmish. Ular diniy dars olgan, chet elni ziyorat qilgan yoki hukumatning ba'zi siyosatlariga yengil turda qo'shilmagan. Terrorchi deb qalpoq kiydirishdagi sabablar. Ular kasbiy tarbiyalashga avatilmaydi. Turma kameralari, soat munori va merganlar bo'lgan ayrilmoqchi bo'lganlarga qaratib o'q chiqarish siyosati yurgizadigan kasbiy tarbiyalash markazlari bo'lmaydi. Şinjan territoriyasi nemishqa Xitoy uchun shuncha muhim? Nima uchun bu qadar boyliqqa va dunyoning talaysiz qarashlariga arziydi? Birinchidan, Sharq Turkiston strategik muhim o'ringa joylashgan. U Xitoy, Rossiya, Mongoliya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston va Tibet qatorliq 10 davlatga qo'shni. Bu atalmish Xitoy Xalq Jumhuriyatining hozirgi zaminining 5dan birini tashkil qiladi. Neft, tabiiy gaz va boshqa tabiiy boyliqlarga ega g'oyat zo'r bir mol-mulk partiyasi. Yer shari paxta ta'minlashining taxminan 22%. Xitoyning paxta ta'minlashining 80%dan ko'proqi Sharq Turkistondan keladi. Quyosh energiyalik batareya ishlab chiqarishda ishlatiladigan yer shari polisilikonning 50%dan ko'proqi Sharq Turkistondan chiqadi. Sharq Turkiston Xitoyning shaharlarini energiya bilan ta'minlaydi. Sharq Turkistondan Shanxay, Guangzhou va boshqa asosliq shaharlarni o'z ichiga olgan 100 dan ortiq Xitoyning shaharlariga tutashgan elektr to'ri mavjud bo'lib, elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. Sharq Turkistondan chiqadigan neft, tabiiy gaz, ko'mir va oz uchraydigan mineral moddalar Xitoyning qad ko'tarishi uchun moddiy kuch va energiya bilan ta'minlaydi. Hammadan muhimi, Sharq Turkiston Xitoyning milliy gullanishini ishga oshirishdan iborat ulug'vor g'oyaning reallikqa aylanishidagi trillion dollarlik bir balvoq bir yo'l tashabbusining ul teshidan iborat. Shunga agar siz Sharq Turkistonni Xitoyning kontrolligidan qutuldirsangiz, Xitoy bugünkidek kuchlanolmaydi. Xitoyning Sharq Turkistonni o'zining taraqqiy qilishidagi strategik manba deb qarashning sababi mana shu. Ammo u ularni Janubiy va O'rta Osiyoga, oxirida Yevropaga tutashtiradigan bir qadam tosh. Shunga Sharq Turkiston mustaqil bo'lsa, Xitoyning kengayish orzusi oxirlashadi. Shunga ular bo'libmi Sharq Turkistonning mustaqilligining oldini olish uchun bu atalmish xalq urushini boshlatgan. Amerika hukumati Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deb jakarladi, ammo bu yetarli emas. Irqiy qirg'inchilik izchil davomlashyapti. Sizning qarashingizcha bo'lganda, Amerika va boshqa hukumatlar davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni hal qilish, to'xtatish uchun nimalarni qilishi lozim? Bu nuqtada amaliyatchil bo'layli. Irqiy qirg'inchilik o'zligidan oxirlashmaydi. O'tgan 100 yilda yuz bergan boshqa irqiy qirg'inchiliklarga qarasangiz, uni to'xtatish uchun dunyoviy harakat qo'llanildi. Ko'pincha ahvollarda uni to'xtatishga majbur bo'lindi. Masalan, natsistlar toki ittifoqdosh kuchlar ularni bu jazo lagerlarini ozod qilib, irqiy qirg'inchiliklarni to'xtatishga majburlamaguncha cho'ng qirg'inchilikni to'xtatmadi. Hatto Yugoslaviyadagi Bosniya qirg'inchiligida serblar bosniyaliklarni o'ldirishni to'xtatishdan burun Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining javob berishi lozimdi. Rossiyaning Ukrainani ishg'ol qilishmi shunga o'xshash bir ahvol edi. Xalqaro jamiyat sukut qilgan bo'lsa, ruslar Ukrainada bugungidanmi texmi ko'p vahshiy qatlam va irqiy qirg'inchilik olib boradi. Qandaqlı bo'lmasin, xalqaro jamiyat Rossiyaning Ukraina ishg'oliga Ukraina hukumati xalqini siyosiy, harbiy va iqtisodiy jihatdan qo'llab javob berdi. U yana Rossiya rahbarlari va Rossiya hukumatiga qaratilgan bir xil qaratmalikqa bo'lgan jazolarni yo'lga qo'yib, Rossiyani asosiy jihatdan chekindirib, vahshiyliklarni yurgizishini texnik qiyinlashtiribdi. Sharq Turkiston uchun bo'lish kerak bo'lganlar budir. Hech bo'lmaganda xalqaro jamiyat buning oddiy bir inson haqlari dafsanchiligi emasligini bilishi zarur. Buning o'rniga masalaning yiltizidan tutishi lozim. Bu mustamlika qilingan millatning mustaqilligini qo'lga keltirish uchun qilayotgan kurash masalasidir. Mustamlikani anglaganingizda uning 20-asrning o'ttirlarida butunlay oxirlashganligini o'ylaysiz. 21-asrdagi eng ko'zga ko'ringan mustamlikchi kuch Xitoyda 21-asr mustamlikchiligining davomlashayotganligini yanada ko'ra olasiz. Ular Sharq Turkistonni mustamlika qilyotidi. Tibet va Janubiy Mongoliyani ishg'ol qilyotidi. Manjuriyani butunlay mustamlika qildi. Ular bir balvoq bir yo'l tashabbusi orqali Afrika,
Sharqiy Janubiy Osiyo va O'rta Osiyoda yangi mustamlikachilik bilan shug'ullanyotidi. Shunga madaniy chog'dagi Gitler va nazilarni qudrat tepishdan ilgari xalqaro jamiyat tez harakat qilib, kechikmay 10 yil ichida keyniga chekindirishi lozim. Hukumatlar davomli xalqining hech bo'lmaganda G'arbning besimiga javob berdi. Uyg'urlarning eng oxirida erkinlikka chiqish uchun yordamchi bo'la oladigan, har bir fuqaroning qilishi kerak bo'lgan, ham qila oladigan 5 turlik ishni bizga tavsiya qilamsiz. Har birimiz nima qila olamiz? Har kimning qila oladigan tunji ishi Sharq Turkistonda nimalarning yuz berayotganligini bilish, atrofidagi oilasi, qo'shnilari yoki xizmatdoshlari va ya boshqa har kimga xabar qilish. Ondan mayli shahar kengashlaridagi amaldorlar bo'lsin, qurultoy, parlament a'zolari bo'lsin, hatto prezident bo'lsin, saylangan amaldorlarni keskin harakat qo'llanishga tashviq qilish. Mayli telefon bo'lsin, setib olgan Xitoyda ishlab chiqarilgan har qanday narsalarimizning eng oxirida Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizishiga hissa qo'shadiganligini farq etishimiz lozim. $1 10 sent bo'lsa foydani Xitoy hukumati oladi. Hatto 1 sent foyda bo'lsa irqiy qirg'inchilik hokimiyatiga $1 yordami bo'lgan hisoblanadi. Xitoyda ishlab chiqarilgan barliq mol va mulozimatlarni boykot qilish orqali buningga qarshi turishimiz kerak. Biz ularning iqtisodiy jihatdan ziyon tortadigan nuqtasiga zarba berishimiz lozim. Bu balki ularni qayta o'ylanishga zo'rlaydi, ammo eng oxirida ishning haqiqatini ko'z oldimizga keltirganimizda bu yetarli emas. Biz chuqur Amerika hukumatini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilik ahdnomasidagi va'dasiga amal qilishga va shuningga o'xshash ahvollarda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining o'z mas'uliyatini ustiga olib, majburiyatini ado qilishga chaqirishimiz kerak. Demoqchimanki, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qurilgandan keyingi butkul maqsadi boshqa bir cho'ng qirg'inchilikning yuz berishining oldini olish uchun edi. Shundaqdimi biz bugun Sharq Turkistonda mushuningga o'xshash ishlarning yuz berayotganligini ko'ryapmiz. 21-asrda cho'ng qirg'inchilik insoniyatning hozirgi holati va ilg'or texnika bilan bugun yuz berdi deb faraz qilaylik. Bu ahvolda Sharq Turkistonda yuz berganidek yuz berishini faraz qilman, chunki Xitoy hukumati ilg'or texnika qo'llandi. Sharq Turkistonni asosan dunyodan yoshirdi. Hatto yerlik ishlarmi Sharq Turkistonda yuz berayotgan ishlarni bilmaydi. Siz keyingi shaharda nima ishlarning yuz beradiganligini bilmaysiz. Bu azobliq reallik. Biz texnik ko'p narsalarni o'rganishimiz, boshqalarga o'qitirishimiz, amaldorlarimizni bir ish qilishga da'vat qilishimiz, Xitoyning mol va mulozimatini boykot qilishimiz kerak. Noyati kuchli hukumatga qarshi o'rningizdan turganligingiz uchun bexatarligingizdan andish qilamsiz. O'zingizni xatar ichida his qilamsiz. Men nurg'un parakanchilikka uchirdim. Men Xitoy hukumatining nishoniga ko'p uchirdim. Bu nuqtadan qaraganda Sharq Turkistondagi xalqimizning kontrol qilinishi, diasporadagi xalqimizning o'tirg'i chiqishi va so'zlashining to'salg'iga uchrishining sababi qo'rqishdir. Milliondan ortiq kuchli bir diaspora jamiyatimiz bor. Buning faqat 10%mi Sharq Turkistonda asirga ilingan oila tavobatlarining nima baloga qilishidan va qandaq nishonlanishidan qo'rqqanligidan Xitoyga qarshi o'rnidan tura olmadi. O'tgan necha 10 yilda Xitoy hukumati nurg'ulg'an Uyg'ur rahbarlarini bo'libmi mustaqillikni tashabbus qilgan rahbarlarni nishonladi. Bu qo'rqishning xizmatlarimni qanot yaydirishimga to'salg'i bo'lishiga yo'l qo'ymayman. Men bek dindor odam emas, ammo mening kulturimda Alloh bergan jonni Alloh oladi deydigan bir maqol bor. Shunga Allohning ruxsati bo'lmaganda hech kim sening joningni ola olmaydi. Pokiston Xitoyning kuchli bir sheriki. Pokiston musulmon bir davlat. Uyg'ur xalqi Pokistondan keng musulmon qarindoshlaridan yordam oldimi? Yo'q. O'tgan 100 yilda musulmonlar dunyosi butunlay sukut qildi. Sukut qilibla qolmay yana nurg'un taraflarda Xitoyning jinoyatiga sherik bo'ldi. Pokistonga o'xshash Saudiya Arabistoni va Misr qatorliq musulmon davlatlari davlatidagi Uyg'urlarni qo'g'lab chiqarib Xitoyga topshirib berdi. Xitoy hukumati ularni chegarada o'ldirdi yoki beshiga qora xalta keltirib paraddan o'tkazdi. Biz surgun qilingan bolalar haqida so'zlayapmiz. Musulmon dunyosi mohiyatda Sharq Turkiston va din qarindoshlarini Xitoyga pulga sotdi. Biroz avval organ atkazchiligi haqida to'xtaldim. Xitoy hukumati xalqimizning a'zolarini yig'yotdi va ularni halol a'zo sifatida sotayotdi. Ya'ni bu a'zolar azaldan haroq ichmagan, cho'shqa go'shi yemagan. Yemak-ichmakka qattiq diqqat qilgan musulmonlarning a'zolari bo'lib, Saudiya Arabiston va dengiz qo'ltiqi davlatlaridagi boy musulmonlarga sotiladi. Buning nurg'ulg'an paketlari bor. 2 hafta ilgari tilga ilib o'tganimizdek mutaxassislar qurultoy oldida har yili taxminan 25 mingdan 30 minggacha bo'lgan Uyg'urning a'zolarining sug'urib olinib, o'ldirilganligidan guvohlik berdi. Vah, bu bek qo'rqinchli. Undaqda texnik ko'p musulmonlarning qo'llashiga erishish uchun qilg'ili bo'lgan ish bormi?
Agar dunyo musulmonlar jamiyati bu masalani cho'rlab ittifoqlashsa, intayin qudratli bir kuch bo'lgan bo'ladi. Shundoq, buning yaqin zamonda bo'lganligini faraz qila olmayman, chunki amaliyotga qarashimiz lozim. Biz davlatlarning o'zining milliy va iqtisodiy manfaatini oldingi o'ringa qo'yadigan bir dunyoda yashayapmiz. Musulmonlar dunyosi Xitoy va Xitoyning mablag' selishiga qattiq tayanadi. Musulmonlar dunyosini boshqaradigan hukumatlarning ko'pinchisi o'z xalqiga kishilik huquq dafsanchiligini yurgizadigan mustabid hokimiyat. Ular kishilik huquq ahvolini yaxshilab, o'z xalqiga texmi ko'p erkinlik bersa, g'arb dunyosi ularga mablag' yordam berishni xohlamaydi. Xitoy numussiz va qaram, ular kishilik huquqqa ko'ngil bo'lmaydi. Amaliyotda xalqingizga qancha ko'p zulm qilsangiz, ular shuncha xushal bo'ladi. Ular o'z davlatidagi musulmon emaslarni nishonlagan yoki nishonlamaganligini yoki o'z xalqiga zulm qilmaganligini tanqid qilmaydi. Xitoylarning davlatlarga qarz berishning oldini olmaydi. Ular davlatlardan Sharq Turkiston Uyg'ur masalasida ular bilan bir tarafda turishni talab qiladi. Ular bizni setish bedeliga Xitoydan pul oladi. Shunga reallikqa qarasak, men musulmonlar dunyosining qo'llaydiganligini hargiz faraz qila olmayman. Hatto 100 yil ilgari biz 1933-yili mustaqilligimizni jakarlaganda Baş ministerimiz gerçi nüfusumuzun köp kısmı musulmon bolsa-mu, biz musulmonlarning qo'llashiga erisholmaymiz degan ekan. Bu bir ochiq reallik. Shunga bizni qo'llashi, bizga yordam qilish uchun biz Amerika, Angliya va Davlatlar Birlashmasi qatorliq cho'ng davlatlarga yuzlanishimiz kerak. Vaqtingizni ajratganingizga rahmat, Baş minister. Haqiqatan muhim bo'lgan tushunchalaringizdan xabardor qildingiz. Bu kishini to'liq bearam qiladi. Bu ziyoratning o'zgarish hosil qilishini umid qilaman. Xulosa chiqarishdan burun boshqa narsalarni o'rtoqlashishni xohlamsiz? Shundoq. Menimcha, Mishel Bacheletning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komiteti bilan Sharq Turkistonni ziyorat qilganligi to'g'risidagi xotirasini oxirlashtirishimiz kerak. U buning tekshirish emasligini, balki Xitoy bilan kishilik huquq masalasida hamkorlashishni xohlaydiganligini aytdi. Jazo lagerlari yoki irqiy qirg'inchilik tilga ilinmadi. Aksicha u Xitoyning terrorlikqa qarshi turish siyosatini yangilash kerakligini o'tirg'a qo'ydi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchilikni yoshirishga sherik. Dunyo Xitoyning mustamlikasi va ishg'oliyatiga xotima berishi, Xitoyning izchil yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni tugutish va Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining kishilik huquqi, erkinligi va mavjudligiga kafolatlik qilishning birdan-bir chorasining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ekanligini tunib yetishi lozim. O'qirmanlarimiz sizga turdan qandoq agishidi? Ular Sharq Turkiston milliy uyg'onish harakati, Sharq Turkiston surgunda hukumatining torbitidan bizga ulasha oladi. Xizmatlarimizdan xabardor bo'ladi. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning bir oy Ramazon tutib, kechida duo qilganga qaraganda bir kecha kunduz vatanni qo'g'dash uchun navbatda turish afzal. Agar navbatda turish jarayonida o'lib ketsa, qilgan ishlarining ajri, rizqi davomlashadi va qabrdagi so'roq farishtalaridan xotirjam, bexatar bo'ladi deganligi Muslim rivoyatida bayon qilinadi. Vatanni tajovuzdan qutqizish, o'z mas'uliyatini ado qilishning ta'xirsizligini his qilish, vaqtdan unumli foydalanish, masalani hal qilishning eng yaxshi chorasini tepish, shaxsiy manfaatdan voz kechib, o'zliksiz izlanish va harakat qilishdan iborat. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.